Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as a ship and crack where secrets lie in the border fires and the humming. Yarmarkaga boramiz deb aytganding. Eng avvalo ish. Yuringlar. Nega keldik? Bu yerda qanaqa ish bor? Bo'lilar oilasi. Tommi! Johnny Dogs. Tommi, ishlar qalay, og'ayni? Hammasi yaxshi. Shahar tutunini o'pkamda aylantiryapman. Burning ko'tarilib, biz bilan ko'rishga kelmaydi deb o'ylardim. Shunchaki band edim. Endi Lilar oilasi bilan poygada qatnashyapman. Eshitdim. Shaxsan men to'ng'izlar orasida yashashni afzal ko'raman. Qo'ysang-chi, Tommi. Xafa bo'ladigan hech narsa yo'q. Fransiyadan keyin birinchi marta yarmarkaga boryapsan. Fransiya haqida sen nimani ham bilarding? Qo'rqoq lo'livachcha. Demak, shu otmi? Bu esa mashina. Bir daqiqa shoshma. Oilaviy mashinamizni allaqanday otga almashtirib yubormassan? Bu yerda hech kim hech narsani almashtirmayapti. Nima? Tushunmadim gapingni. Tanga tashlaymiz. Shelbylar oilasi. Ikkinchi qism. Mana ol. Buni bilardim, ko'nglim sezgandi. Tommi, sen g'irt ahmoqsan. Artur, o'zingni bos. Men yutdim. Yo'q, Johnny yutqazib qo'ysa, mashinamda sayr qilishga ruxsat beraman deb so'z bergandim. Unda yaxshi. Nima gap, og'ayni Lilar? Akamni ustidan kulyapsizlarmi? Qo'rqmay tan olinglar. Xo'sh, Tommi. men sizlarga savol berdim. Qo'ysang-chi, Tommi, shunchaki hazillashdi. Biror ishkal chiqmasdan oilangni olginda o'sha yarmarkada o'yin-kulgi qilgani jo'na. Xo'pmi? Sizlar ham boringlar. Ular yaxshi oiladan. Ularni bobosi qirol bo'lgan. Lekin onasi yengiltak lo'li bo'lgan. Kechagi maishatbozlikda hali o'zlariga kelib ulgurmasdan barcha battollarni qo'lga olamiz. Har bir burchakni tintuv qilamiz, har bir qurol, har bir o'qni tekshirish uchun menga olib kelasizlar. Endi o'z pozitsiyangizni egallang. Nima bo'lyapti? Yolvoraman, urmanglar. Qo'yib yuboring. Nima? Nega unday qilyapsizlar? Gap o'zi, tegmanglar. Qo'lingizni oling mendan. Nima qilyapsiz?
Freddie. You sure your brothers are at the fair? If it was them, they wouldn't knock. Mr. Thorne, What is it? the police are rounding up the communists. Come on, Ada. If the cops find me, we're screwed. Fredi Torn, eshikni oching. Eyda. Qo'lingni tort. Tegmanglar unga. Sakrashing kerak edi. Seni ushlab olaman. Bo'la qol. Buni qarang. Ada Shelby nomiga temir moddali dori-darmonlar retsepti. Donovan xonim, menga yordamingiz kerak. Kira qol, tezroq bo'l. Men emas, u kiradi. Ey xudo, axir bu Shelbylar qizi-ku. Donovan xonim, siz uni men bilan ko'rmadingiz. Unga choy bering. Politsiya ketmaguncha siznikida qolsin. Bu ashaddiy mushtumzo'rning singlisi. Shunga qaramay, o'zi farishtadek qiz. Qani Eyda? Freddy, o'zing nima qilmoqchisan? Menmi? Qanchadir vaqtga shaharni tark etaman. Nima bo'lyapti o'zi? Nima qilyapsiz? Jentelmenlar bu yerda shlyapasini yechadi. Trubkasini ham o'chiradi. Demak, bolalar yarmarkaga ketgandan keyingina odamlaringiz bu yerga kelishga jur'at qildi. Qurol bilan ustara olib yuradigan jiyanlaringizni aytyapsizmi? Shamlarni ularga bag'ishlab yoqyapsizmi? Yo'q. Men Fransiyada halok bo'lgan vatanparvar yigitlarimiz uchun sham yoqyapman. Ular esa juda ko'p. Darvoqa. Eshitishimcha, siz Fransiyaga bormagansiz, inspektor Campbell. Siz men haqimda eshitgansiz. Men ham siz haqingizda eshitganman. Mabodo muqaddas gralni qidirmayapsizmi? To'g'risini aytganda, aynan o'shani qidiryapman. Qimmatbaho narsa, hatto o'g'irlangan. Nima haqida gapirayotganini bilsangiz kerak. Kechirasiz. Yonimga bostirib kelganingizni boshqacha ma'noga yo'yibman. Bu yerda har qarachigacha tintuv qiling. Artur Shelby bizga yordam berishingizni aytganda, Nima yo'qotganingizni bilmasak qanday yordam beramiz? lekin keyinchalik noto'g'ri odam bilan gaplashganimni bildim. Kelasi safar boshliq bilan gaplashmoqchiman. Choy marosimi zali. Juma kuni ertalab 10 da. Boshliq deganda Thomasni nazarda tutyapman. Ketdik. Voy ablahlar. Bu yerda yana nimalar bo'ldi ekan? Yo Parvardigor. Politsiyachilar Artur qo'lga olingan payt shunga rozi bo'lganligini aytishibdi. Tintuv o'tkazishimiz uchun Shelbylar yarmarkaga qochib qolgan deyishibdi. Politsiyachilarga hech qachon uylarga bostirib kiringlar demaganman. Tushunarli. Qaysi barlarda tintuv o'tkazilgan? To'pponcha, zanjir, markiz. Himoya uchun senga ulush to'laydiganlarning barchasi. Ular faqat Garrisonga tegishmagan. Odamlar bizni go'yo o'sha yerda deb o'ylashi uchun. Bu politsiyachi aqlli ekan. Boringlar,
Ichib bo'ldinglarmi? Endi qorangizni o'chiring. Odamlarga hali ham bu yerda xo'jayin ekanligingizni ko'rsatib qo'ying. O'sha barlarni egalariga pul beringlar. Hamma yoqni tartibga keltirishi uchun faxriylarga ham pul to'langlar. Niper, to'xta. Sumkani ber. O'zing nima qilasan? Otni ko'rgani Charlini yoniga borishim kerak. Nazarimda oyog'i og'riyapti. Yuzingizni hamma ko'rsin. Ular nima qidirayotganini ikkalamiz ham bilamiz. Gazeta o'qimaganing yomon. Poyga haqida bo'lsa o'qiyman. Senga ustunligimiz nimadaligini aytaman. 3dan 1 ehtimol bilan inqilob bo'ladi. Men bunga pul tikmasdim. Bunga o'sha politsiyachi tikyapti. Qurollarni qaytarib olmaguncha u tinchlanmaydi. Xola, u siz bilan gaplashdimi? Cherkovda. Eydamizni topishga harakat qildimi? U uxlayotgandi. Aynan qayerda uxlab yotgandi? Seni ayollar ish qiziqtirmaydi deb o'ylardim. Boshliq sen ekaningni biladi. Sen bilan uchrashmoqchi. U bilan gaplashasanmi? Yo'q. Hujum qilmoqchi bo'lgan odam muzokara qilib o'tirmaydi. Avval qarshi hujum uyushtiramiz. Fin, bolakay nima qilyapsan? Katta gulxan yoqyapmiz. Qirol rasmi uchun 2 shilling. Nima? Walter Lane'ga olib boring. Salom, Fin. Qalaysan, o'g'ayn? Salom, Scott. Kirish yo'lini to'samiz. Qara tezroq o'tinglar. Bo'linglar. Yuringlar, janoblar. Bu yerda gulxan yoqish mumkinmi? Endi mumkin. Qani rasmlarni tashlanglar. Nima qilayotganingni bilasan degan umiddaman. Men Birminghamdagi gazetadan kelgan muxbirman. Menga telefon qilishdi. Thomas Shelby degan kimdir qo'ng'iroq qilgandi. Men bilan yur. Qara xaloyiq, bizga yo'l beringlar. Tommy, yigitlar, sal chetroq turinglar. Siz janob Shelbymisiz? Ha, menman. Meni himoya qilishingizni aytishdi. Xotirjam bo'ling. Nima bo'lyapti o'zi? Ba'zi narsalar haqida yozishingizni xohlayman. Birinchidan, atrofingizda turgan odamlar qirolga sadoqatsiz emas, mutlaqo aksincha. Shunchaki sevimli qirolimiz bizlarga qarab, pastda nimalar bo'layotganini ko'rishini xohlaymiz. Shuning uchun rasmlarini olib tashlayapmiz. Lekin nega ularni yoqib yuboryapsiz? Biz qirolimiz uchun do'zaxdan o'tdik. Beomon urush alangasidan o'tdik. Shularni hammasini yozing. Endi bizga o'z uyimizda hujum qilishyapti. Belfastdan kelgan o'sha yangi politsiyachilar uylarimizga bostirib kirib, ayollarimizga qo'pol muomala qilishyapti. Lekin qirolimiz buni ko'rishni xohlaganiga ishongim kelmayapti. Shunga vahima ko'tarish uchun gulxan yoqyapmiz. Bir narsani so'rasam maylimi? Kimni nomidan gapiryapsiz? Hech kimni. Men oddiy odamman. Sommeda ko'rsatgan jasoratim uchun medal oldim. Men shunchaki bu yerda nimalar bo'layotgani haqida gazetangizda yozishingizni xohlayman. Bo'ldi, endi boring. Yana rasmlar bormi? Menimcha hammasi shu. Ha, bunisi juda yaxshi yonadi. Ha, shunaqa. Kiring.
Uzr, ser. Sizga Londondan qo'ng'iroq qilishyapti. Nahotki yarim tunda-ya? Haligi janob Uinston Cherchill ekan. Ha, ser. Inspektor Campbell, eshitishimcha shahringizda gulxan yoqilgan. Menga xabar qilishlaricha Waterlane'da kichik gulxan yoqishibdi. Ser, bundan sira xavotir olmang. Qo'ysangizcha, bundan allaqachon xavotirga tushdim. Yarim soat avval menga Birminghamdagi bir gazetani bosh muharriri qo'ng'iroq qildi. Ma'lum bo'lishicha, muxbirlaridan birini o'sha gulxanga taklif qilishibdi. U yerda qirol rasmlari yoqib yuborishgani aniqlangan. Qirolnimi? Qirol hazratlari oliylarining sha'niga dog' tushirishi mumkin bo'lgan har qanday gazeta maqolasi hamisha birinchi navbatda bosh boshqarmaga jo'natiladi. Hoziroq o'sha yerga borib, bunga aralashib qolgan hamma odamlarni hibsga olaman. Zinhor bazinhor, hech kimni hibsga olmaysiz. Agar hibsga olsangiz, sud eshituvi bo'ladi. Sud eshituvi bo'lsa, yana gazeta maqolalari paydo bo'ladi. Ularda albatta qirolni rasmlari yoqilgani ham tilga olinadi. Men sizga Birminghamga faqat bir maqsadda jo'natdim. Qurollarni topish masalasida aqalli qandaydir siljish bormi? Asta-sekin olg'a siljiyapmiz. Menga natijalar kerak. Xayrli tun, janob Campbell. Ser, so'rasam bo'ladimi? O'sha maqolada qatnashchilarning ismi bormi? Unda Thomas Shelby nomi ko'rsatilgan. Yozilishicha, urush qahramoni ekan. Va nihoyat paydo bo'lding. Kun bo'yi qayerda eding? Shunchaki yotdim. Sira uxlay olmadim. Keyin tura olmadim. Keyin sovqatib ko'rpaga battar o'ralib oldim. Keyin bir qarasam ayiq bilan qayiqda paydo bo'libman. Yo'q, bu shunchaki tush edi. Qornim ochib ketdi. Nega gazeta o'qiyapsiz? Nega o'qimasligim kerak? Gazeta o'qiganingizni ko'rmagandim. Ularni olov yoqishga ishlatganingizni ko'rganman xolos. Qurol zavodida g'alayon ko'tarildi. Konchilar g'alayon qilyapti. Respublikachilar biznikilarni kuniga 10 talab o'ldiryapti. Nima? Turchi. Nima uchun? Shunchaki o'rningdan tur. O'giril. Hi, what are you doing? Eyda. Qancha kechikayapti? Bir hafta. 5 hafta. Yakshanbalarni qo'shib hisoblasak 7 hafta. Menimcha temir moddasi yetishmasligidan. Shunga dori ichib yuribman. Lekin ta'sir qilmadi. Ha. Endi kiyinishim mumkin, azizim. Xo'sh, hami yo yo'qmi? Qoqqan qoziqdek bu yerda turma. Bizni bu yerda ko'rib qolishsa darrov tushunishadi. Men bunday qilmoqchi emasman. Uyga yur, o'sha yerda gaplashamiz. Menga tegmang, bo'lmasa qichqiraman. Mayli, ko'chada gaplashishni xohlasang, sen aytgancha bo'la qolsin. Otasi kim? Agar sizga aytsam, siz ularga aytasiz, keyin uni o'ldirishadi. Agar uylansa bunday qilishmaydi. Ish qilib senga uylanadimi? Bilmadim, qayerdaligini ham bilmayman. Ey xudo, Eyda. U ketdi, lekin qaytib kelaman deb so'z berdi. Hammasi shunaqa deb ketadi. Lekin u unaqa emas, u yaxshi so'z berdi. U qaytib keladi. Polli, men bilaman, u qaytadi, qaytadi. Ko'rli, ispancha egarni ol. Xo'p bo'ladi, Tom. Ispancha egar. Chiroyli ekan, Tom. Rostdan chiroyli. Menga yoqdi. Yaxshi otni qo'lga kiritding, Thomas. Lekin bu Lilar oilasi bilan yoqa bo'g'ishga arzirmidi?
berib qo'yishni so'rashdi. Bizga urush e'lon qilishdi, butun Lilar oilasi. Avval qurollar, endi bu. Qurollar haqida og'iz ocha ko'rmang. Xo'pmi? Tommy. Men bilan nega bunday gaplashyapsan? Kechirasiz amaki. Thomas Shelby butun dunyoga qarshi, shunaqami? Sekin jonivor. Bo'ldi, tinchlan. Fransiyada biz shunchaki music hallda tomosha boshlandi deb aytardik. Bu shunchaki trombonlar va nog'oralar. Bu shunchaki shovqin. Bu shunchaki shovqin. Eshityapsanmi, shovqin? Unga ko'nikasan. Bu shunchaki shovqin. Barakalla jonivor, barakalla. Qani, ketdik. Oyog'ing og'riyaptimi? Oy. Kechirasiz, janob Shelby. Aytgancha men Graceman. Kimligini bilaman. Uni laqabi nima? Hozircha laqabi yo'q. Bechoraga yaxshi laqab kerak. Menga aytadigan gaping bormi? Kecha barga kelganingizda men qo'shiq aytayotgandim. Siz qo'shiq aytish mumkin emas deb aytdingiz. Men esa haftada aqalli bir oqshom qo'shiq aytishga ruxsat berilishini xohlardim. Menimcha shunda hamma uchun yaxshi bo'lardi. Shanba oqshomida. Gari sizdan so'rashdan qo'rqdi. Sen qo'rqmaysanmi? Qo'rqaman. Lekin qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. Xuddi Dublindan poygaga kelgan boyvachcha qizlardek gapiryapsan. Otlarni yotirasanmi? Ozroq pul ishlab olishni xohlaysanmi? Qanday qilib? O'zingga chiroyli ko'ylak top. Seni poygaga olib bormoqchiman. Mitti Monaganga 2 ga 1. Hisob tenglashmasdan avval pulni tikib qo'ying. Bizda o'zgarishlar bor, jon. Ferri qo'ya 8-o'rinda. Marhamat. Rahmat og'ayni. Tezroq pul tiking. 20 ga 1. Qani ol. Buni egizaklarga olib bor. Xo'p, 10-raqamgami? Ha, 2 barobarmi? Yaxshi, bular Mitti Monaganga. Yana oshirmaysizmi? Hademay hisob tenglashadi. Yaxshi, yangilaymiz. 35 funt. Sizlarga nima deganman? Kechirasiz, janob Shelby. Endi boringlar. Qani bo'linglar, yana kim pul tikmoqchi? Salom janob Shelby, ishlaringiz yaxshimi? Salom Frank. Oyog'ing qalay? Yomon emas, ancha yaxshi. Yaxshi. Seni ko'rganimdan Shoshiringlar yigitlar, vaqt oz qoldi. Salom Charlie. Tikmoqchiman. Salom Scootbolt. Nima gap? Hammasi joyida. Barakalla. Tommy, hamma Mitti Monaganga pul tikyapti. O'zim ham shuni xohlagandim, Mitti Joni. Yana Polli xolam seni ko'rmoqchi.
Eyda, menga ismini ayt. Rudolf Valentino. Qani chiqinglar. Nima bo'lyapti? Bilmadim. Hamma chiqsin. Janob Shelby, ketdik. Qani yo'qolinglar. Tinchlikmikan? Bo'l Eyda, hoziroq menga ismini ayt. La'nati Freddi Torn. Ha, eng yaxshi maktabdosh do'sting, Fransiyada hayotingni saqlab qolgan odam. Qani bor? Uni so'yib tashla. Bor, tezroq so'yib zovurga uloqtir. Hoy, bilib qo'yinglar, men ham Shelbyman. Hoziroq la'nati kinoni qo'yinglar. Nihoyat Mitta Monaghan yutqazdi. 3-marta omadi kelmadi. Butun shahardan pul to'plagandik. Lekin mahalliy aholiga pulini qaytarib berasan. Shu bilan obro'yingni tiklaysan. Allaqachon qaytarib bo'ldim. Sizlarga yaxshi tarbiya berganman. O'sha poygalarni Billy Kimberni ruxsatsiz uyushtirdingmi? Demak, senga yaxshi tarbiya bermabman. Birinchi qoida, o'zingdan kuchli bilan bellashib ko'rma. Billy Kimberni yengish mumkin. Kim aytdi? Tommy bilan uni shaxsiy parlamentimi? Men bu biznesni 5 yil boshqarganman. To'g'ri, men urushdaligimda. Esingizdami? Men u yerda ayrim narsalarni o'rgandim. Masalan, dushman kuchsiz paytida hujum qilish kerak. Oilaviy masalalarni gaplashgani kelgansiz deb o'ylabman. Buni o'zim hal qilaman, chunki bandsan. Dunyo bilan raqobatlashish oson emas. Polly, agar gap Eyda haqida bo'lsa, men ham bilishim kerak. Freddiga shu xatni berib qo'yishingni so'radi. Farzand kutayotganini Freddi bilishini xohlayapti. U to'g'ri yo'l tutish imkoniga loyiq. Men Eydaga shunday imkon beramiz dedim. Hayotda erkaklardan ko'p bor pand yeganingizga qaramay, haliyam baxtli xotimaga ishonasiz, shundaymi? Nima deb o'ylaysiz? Freddi Eydani nimasiga uchdi ekan? Bu Freddining ishi. Yo'q, nimasiga uchganini hozir o'zim aytaman. Unga qarab avtomatlarni, miltiqlarni, o'q-dorilarni, yana allaqanday ulug'vor inqilobni Nega ko'radi. Freddini bunchalar yoqtirmaysan? Qochqin erkak bilan baxtli hayot kechira olmaydi. Hatto buni ko'rmasangiz ham baribir tushuna olmaysiz. Seni Fransiyada shu ahvolga solganlarga ming la'nat. Eydaga Freddi Amerikaga ketib qoldi deb ayting. Yoki Rossiyagami? Polly, yolg'iz farzand katta qilish Eydaga oson bo'lmaydi. Bilib qo'ying, Polly, agar haqligimni sezib turmaganingizda, meni shu otash kurak bilan rostdan urgan bo'lardingiz. Menga kimdir taqillatgandek tuyuldi. Keyin boshqa uxla olmadim. Buni qancha paysalga solsang, o'zingga shuncha yomon bo'ladi.
Menga ishon. Bilaman. Men 16 yoshda edim. Hech kimga aytishga jur'at etolmadim. Polli, Freddi qaytib keladi. Oxir oqibat buni o'zim qildim. O'zimga o'zim shunday qildim. Sal qolsa o'lib ketay dedim. Biroq u qaytib kelmadi. Yo'q. Nega qaytib kelsin? Bu gaplarni eshitgansan. Sen yengiltak, bolang haromi bo'ladi. Qaytib kelmagan erkak uchun nom o'ylab topishmagan hali. Bir kuni, to'ying kuni, yaxshi odamni qo'lidan tutib turasan. Ana o'shanda, Polli, aqlimni kiritib qo'yganingiz uchun rahmat deysan. O'sha ayol Kardifda. Ertaga poyezdga chiqamiz. Keyin davolanish uchun qasrga boramiz. Men bu joyni ikkalamiz uchun ham betaraf hudud bo'lgani uchun tanladim. Choy ichasizmi? Inspektor, bir-birimizni tushunib olishimizni xohlaganim uchun taklifingizni qabul qildim. Men ishbilarmonman. Ishlarim muvaffaqiyatli bo'lishini xohlayman. Men esa shahrim tinch bo'lishini xohlayman. Tinch shaharda ishlar gullab yashnashi mumkin. Demak, biz bir tarafdamizmi? Shunday ehtimolni istisno qilmayman. Lekin shunday narsalarni ko'rib tursam, qanaqasiga bir tomonda bo'lishimiz mumkin. Odamlarim buni ashaddiy kommunistning yotoqxonasidan topishdi. Unda singlingizni ismi yozilgan. U bilan pinhona uchrashib yurgani aniq. Siz ham kommunistlar bilan pinhona uchrashib yurasizmi, janob Shelby? Men ularga o'xshab xom xayol emasman. Singlimga kelsak, bu masalani allaqachon hal qilganman. Freddi Torn ro'yxatimning eng yuqori qismida. O'chirib tashlashingiz mumkin. U shaharga qaytib kelmaydi. Bu esa kelishuvimizning bir qismi bo'ladi. Qanaqa kelishuv? Siz ham, sizni bo'limingiz ham meni ishlarimga bundan buyon aralashmaysizlar. Endi hududimizga bostirib kelmaysizlar. Barlarni yakson qilmaysizlar. Poygachotlarimni olib qo'ymaysizlar. Meni har qanday qimor o'yinlarimga ko'z yumasiz. Qolaversa, ishimni kengaytirmoqchiman. Qarichni kattaroq olyapman. Endi Billy Kimber bilan ishlamoqchiman. Uni ko'plab qonuniy bukmekerlik idoralari Londondan tashqarida. Politsiyachilarni ham boqib kelyapti. Siz Gloucestershiredagi bosh inspektor bilan gaplashasiz. Men o'z yurishimni qilganimda, uni odamlari menga tegmaydi. Kechirasiz, bunaqa uzundan uzoq talablar ro'yxatini yozib olgani menda qalam bo'lmasa kerak. Xo'sh, evaziga men nima olaman? Menda siz qidirayotgan narsa bor. Qurollar menda.
Qanaqa qurol? Bu yerga o'yin o'ynagani kelmadim. Shoshmang. Yigirma 25 Luis pulemyoti, 50 ta miltiq, 10 mingta o'q-dori, hammasi Liviya uchun mo'ljallangan eksport qutisida, qurol zavodining quyish sexidan o'g'irlangan. Nazarimda sizni Birmingemga o'sha qurollarni qaytarish uchun jo'natishgan. Mana ular menda. Agar men biron sababga ko'ra qamoqda paydo bo'lsam, o'zim ishonadigan odamlar o'sha qurollarni Liverpoolga jo'natadi. U yerdan ularni to'g'ri Belfastga jo'natishadi. Keyin Irlandiya Respublika qo'shiniga sotishadi. Irlandiyada qilgan hamma ishlaringiz chippakka chiqadi. O'g'irlangan har bir qurolda seriya raqami bor. Agar ularni irlandlarga jo'natsam, tez orada bundan janob Cherchill xabar topadi. Fikri ojizimcha, qurol suratlarining yondirishlarini o'ziyoq sizga ozmuncha tashvish keltirmagan. Agar qurol yarog' Belfastga yetib borsa, harbiy xizmatingizga chek qo'yiladi. O'ylab qo'ygan narsamga erishganimdan keyin sizga qurollarni qayerdan topish mumkinligini aytaman. Siz qahramon bo'lasiz. Balki hatto medal berishar. Men haqgo'y odamman. Taklifim ham adolatdan. Xo'sh, kelishdikmi? Menga javob kerak. Hozirroq. Yaxshi. Lekin men qo'l siqib qo'yishdan tiyilgan bo'lardim. Men ham o'z vatani uchun jang qilmagan odamni qo'lini siqib qo'ymoqchi emasdim. Grace. Menda yangi ma'lumotlar bor. Thomas Shelby endi sen uchun topshiriqning boshi, o'rtasi va oxiri bo'ladi. Nima qilishim kerak? Men uchun bu juda og'ir. Xuddi ota o'z qizini ishratxonaga jo'natayotgandek gap. Lekin qanchalar jirkanch bo'lmasin, unga yaqinlashish uchun qo'lingdan kelgan hamma ishni qilishing kerak. Keyin qurol qayerga yashirilganini aniqlaysan. Albatta, hamma ishni deganda sira ham qanday bo'lmasin, topshiriqni bajaraman. Mana. Endi sen Toj nomidan harbiy topshiriqdagi agentsan. Buni sen emas, boshqasi bajarishini xohlagan bo'lardim. Meni shunga o'rgatishgan. Endi ishga borishim kerak. Grace. Butun qalbim sen bilan.
Tom! 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 Tezroq chiq, Tom! Tom! Kyorli, nima gap? Bu tavqilona Tom. Kyorli. Bo'ldi. Kyorli. Qani gapir. Bo'l, ayt. Kyorli, otingga nima bo'ldi? Uni yarmarkada yomon kayfiyatda sotib olgansiz. Keyin lilar tuyog'iga yomon urug' qadashib, qari kampirga jodu qildirishgan. La'nati lilar otga tavqi la'nat muhrini bosishgan. U aytgan narsa boshqa oyoqlarga ham tarqalyapti. Aytapman-ku, ertagacha yuragiga yetib boradi. 2 marta shunaqa tavqi la'natni ko'rgandim. Tushunyapsanmi? Tom, uni qutqarib qola olmaymiz. Senga aytgandim, Tommi. Lo'lilardan ko'ra ashaddiy dushman yaxshiroq deb. Ketinglar. Ket, Kyorli. Meni kechir. Explain the nature of my pity. Let me tell you once again, I am the captain of my pain. My cup is empty and I haven't got a penny, but I find no more whiskey. Hozir ishlamayapmiz, janob Shelby. Menga ichimlik ber. Sizni xoli qoldiraymi? Sherik qidirib keldim. Gari qani? Bugun dam olyapti. Rassomning yoniga ketdi. Chiroyli otingiz qalay? Hozir uni peshonasidan otib tashladim. U kasalmidi? Menga boshqacha ko'z bilan qaradi. Tommi Shelbyga boshqacha ko'z bilan qarash yaxshi alomat emas. Katta yo'qotish. Ha, bu aynan yo'qotish. Bilasang, Fransiyada men odamlar halok bo'lishini ko'rishga o'rganib qolgandim. Lekin otlar nobud bo'lishini ko'rishga ko'nika olmaganman. Ular ayanchli o'lim topadi. Siz aytgandek o'zimga ko'ylak topib qo'ydim. Rahmat. Cheltenham haqida aytganmidingiz? Cheltenham jiddiy joy, shundaymi? U yerda qirol ham bo'ladi. Qirol Yorkmi? Yo'q. Qirol Billy Kimber va uning hamma odamlari. Men nima qilishim kerak? 2 funt evaziga so'ragan hamma narsamni qilasan. Unda 3 funt xohlayman. Agar qirol bilan uchrashadigan bo'lsam, arzon ko'ylak to'g'ri kelmaydi. Yana sizdan qo'shiq aytishga ruxsat berishni so'ragandim. Endi bu ham kelishuvning bir qismi. Qachondan beri?
Siz kulgan paytdan beri. Shanba kunlari kechki payt hammasi erkin bo'ladi. Xuddi Dublindagi singari hamma o'z qo'shiqlarini aytgani keladi. Sen Dublinda ishlamagansan. Qo'y, menga yolg'on gapirma. Sen ishladim deb aytgan o'sha bar haqida surishtirdim. Meni u yoqda do'stlarim bor. Sen haqingda hech kim eshitmagan. Taxminimcha, sen yaxshi oiladan chiqqansan, lekin tasodifan bo'yingda bo'lib qolgan. Bu haqda bilishlarini xohlamasdim. Bolani dunyoga kelishi butun hayotingni izdan chiqargan. To'g'rimi? Demak, gapim to'g'ri. Polli esa adashyapti. Nimani aytyapsiz? Ahamiyati yo'q. Siz uchun ahamiyati bordek. Oilaviy masala. Sirimni hech kimga oshkor qilmaysizmi? Meni odamlarga nimanidir aytadi deb o'ylaysanmi? Xo'sh, nimani kuylamoqchisan? Xohlagan qo'shig'ingizni. Yaxshi. Qani kursiga chiq. Yaxshi. Quvnoqmi yoki g'amginmi? G'amgin. Xo'p. Lekin ogohlantirib qo'yay. Yuragingizni tilga pora qilaman. Allaqachon qilib bo'lding. In a neat little town they call Belfast, apprentice to trade I was bound. Many an hour sweet happiness that I spent in that neat little town. A sad misfortune came over me, which caused me to stray from the land. Far away from my friends and relations, betrayed by the black velvet band. Her eyes, they shone like diamonds. I thought her the queen of the land. And her hair hung over her shoulder, tied up with a black velvet band. Ahvoling qalay? Ha, yaxshiman. Menimcha qandaydir vagonlar bo'sh bo'ladi, lekin ey xudo. Freddy? Qaytib keldingmi? Noma oldim. Freddy, Tommy seni o'ldiradi. Menga o'zi xat yozdi. Haftadan baribir unda ham yurak bor ekan. Tommy menga xat jo'natdi. Shahardan qorangni o'chir, uni ham o'zing bilan olib ket dedi. Shunday ekan, Ada Shelby, menga tegasanmi? Ha. 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 Bo'ldi, tezroq poyezdga o'tirib bu yerdan jo'nab ketinglar. Bo'l, ikkalangiz ham. Freddy, ketdik. Freddy, Kardifga boramiz yoki boshqa shaharga boramiz, farqi yo'q. Biz hech qayoqqa ketmaymiz, Eyda. Shu yerda qolamiz, shu yerda nikohdan o'tamiz.
Men seni akangdan qo'rqmayman. Yana aralashtiring. Yo'q, Joni, o'yin qoidasi shu. Yaxshisi bor, film bilan bekinmachoq o'yna. Sizga ham viski olib kelaymi? Yo'q, faqat pivo. Nima uchun viski emas, qandaydir ishkal chiqishini kutyapsanmi? Xudo, Tommi, qayoqdan ham qo'shiq aytishga ruxsat berding o'zi? Qara, xuddi bo'g'ilib o'layotgan mushuklar galasiga o'xshashadi. Mayli, 20 ta tikaman, qani boshladik. Tommi, nima uchun birdan fikringni o'zgartirding? To'g'ri. Endi vaqt keldi, Tommi. Nimani vaqti keldi? Uylanadigan vaqting keldi. Qo'ysangchi, yaxshisi jim o'yna. Tommi, shu ruhda davom et. Dadam nima degani esingdami? Shoshqaloq qizlar bilan imillaydigan otlar hayotingni barbod qiladi. Politsiya? Yo'q. Urdi xudo. Bu Billy Kimberku. Bu yerda Shelby degan odam bormi? Sizlardan so'rayapman. Bu yerda Shelby degan odam bormi? Gari, janoblarga ichimlik qo'y. Qolgan hamma uyiga jo'nasin. Sen ham uyingga bor. Lekin janob Fonten aytdiki, Senga ket dedim. Barlarda ayollar bo'lishini hech qachon ma'qullamaganman, lekin shunday ko'rinishda bo'lsa, Sizga Shelby degan odam kerakligini aytdingiz. Qarshingizda 3 tasi turibdi. avval sizlar haqingizda eshitmagandim, keyin birdan qulog'imga chalindi. Allaqanday ustarali to'da ekan. Xo'sh. Nima bo'pti deb o'yladim, lekin keyin meni chuv tushirdinglar. Endi butun diqqat e'tiborim sizlarda. Aytgancha kim bilan gaplashishim kerak? Bu yerda boshliq kim? Eng kattasi menman. Sezilib turibdi. Akamni ustidan kulyapsanmi? Xo'sh, u eng katta, sen eng ahmoq. Menga boshliqlari Tommi deyishgan. Nazarimda o'sha sensan, chunki meni ko'chadagi shiltalardek narxlashga urinyapsan. Sizga nima kerakligini bilmoqchiman xolos. Kempton bog'ida negadir Mitti Monaghan degan otga yoppasiga pul tika boshlashdi. U ketma-ket 2 marta poygada yutdi, keyin eng oxiri keldi. O'shanga biz 3000 funt tikkandik. Men qay biringiz bilan gaplashay? Orangizda kim boshliq o'zi? Men janob Kimberning maslahatchisiman. Men esa boshliqman, tushunarlimi? Bo'ldi, gap tamom. Sizlar meni ruxsatimsiz poyga natijasini uyushtirdinglar. Sizlar Garrison Landdagi bechora bevalarning urush nafaqasi hisobiga kun kechirib yurgan lo'lilar to'dasisiz. Asl basharangiz shu. Men Billy Kimberman. Poygalarni men boshqaraman. Sizlar ulardan bittasini uyushtirdingiz. Shuning uchun endi hammangizni otib tashlayman. Janob Kimber. Qarang. Unda meni ismim bor. Bu Lilar oilasidan. Siz ham ularga qarshi urushyapsiz, to'g'rimi, janob Kimber? Lilar oilasi bukmeykerlaringizga hujum qilib pullaringizni tortib olyapti. Odamlaringiz ularni bir yoqli qila olmayapti. Sizga yordam kerak. O'ylashimcha biror xulosaga kelishdan oldin janob Shelbyning gaplarini eshitish kerak. Li yarmarkalarda juda ko'p valdiraydi. U yerda o'z odamlari juda ko'p. Ular otchoparlar oson o'lja deyishyapti, chunki politsiya ish tashlashlar bilan band.
Bizda esa aloqalar bor. Ular qanday ishlashini bilamiz. Sizda pahlavonlar bor. Birga ularni yenga olamiz. Alohida bo'lsak, noma'lum. Janob Kimber, balki o'ylab ko'rish uchun ozroq tanaffus qilarmiz. Yana bir uchrashuv belgilashni taklif qilaman. Janob Kimber, sizga qoyil qolaman. Hech narsasiz boshlab, qonuniy biznes qura oldingiz. Siz bilan ishlash men uchun sharaf bo'lardi. Hech kim men bilan ishlamaydi. Odamlar men uchun ishlaydi. Qani ol, lo'li. O'tiring, o'tir. Bu shiftingiz uchun. Rahmat, janob Kimber. Biz Cheltenhamda bo'lamiz. Xuddi mendek. Well, you're in your little room and you're working on something good. But if it's really good, you're gonna need a bigger room. Demak, deylar bilan ataylab urush chiqardingmi? Tommi, bilib qo'y, Billi Kimber bilan o'ynashib bo'lmaydi. Yaxshisi sochingni to'g'rilab ol. Endi poygaga boramiz. Take a little walk to the edge of town, go across the track.